Assalomu alaykum. Sirdaryo Euro metan gaz obunachilari, ertalabdan ishingiz, kuningiz fayzli barakali bo'lsin. Ertalabdan ishni boshlab oldik. Ko'rib turganingizdek, bu tarafda Malibu mashinamiz, Malibu, bu tarafda Spark mashinamiz, bu tarafda Cobalt mashinamiz. Ertalabdan ishni boshlab olganmiz. Spark mashinamizga budjetli variantda 4-paketda metan ustanov qilinyapti. Budjetli variantda yaxshi zapchastlar bilan kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilishingiz mumkin. Birli motorimizga Royal Fasunka X reduktor va yigamiz shu Almestak 300 millalar bilan qo'yib beryapti. Bu tarafda Cobalt mashinamizga 4-paketli metan qo'yilyapti. 12 bo'ladi. Yangi chiqqan Cobalt. Yangi chiqqan Cobalt va Yevropa gaz, ya'ni Basiko 24 ga 4 millalardan qo'yib beryapmiz. Mana salonda yangi chiqqan Cobaltga. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa qismiga akkurat taqib 90 talik yangi rekord balonlar bilan bo'lib kranlarni qo'yib beryapmiz. Bu Cobalt. Vaqti ertalabdan ishni boshlab oldik. Ko'raverasizlar, Sirdaryo Euro metanga sizlar bilan har doimda kamina-kamdan Ulug'bek bo'ldi. Bu videoni metan va propan qo'ymoqchi bo'lgan klientlarga yoki obunachilarga javob qo'yamiz. Sizlarga sifatli ustanovka Hindiston bo'yicha nomerading aytyapmiz. Sog' bo'lasizlar. Salomat bo'linglar. Bizni kuzatib boring va like bosishni esdan chiqmasin. Sirdaryo metan gaz. Har doim klientlar fantastik. Bugun Sirdaryo Euro metanda ish avjida. Ko'rib turganingizdek, navbatda yangi salon pachka Cobalt mashinamizga metan qo'yilyapti. Yevropa gaz original X original rektor Xitoydagi, bu ham X Fasunka bu ham Xitoyda. Yaxshi savdogarchilarga chiroyli qo'yib berilyapti. Bu tarafda esa Damas mashinamiz 65 talik 3 ta lentalar bilan chiroyli qilib qo'yib beryapmiz. Bunga 90 talik metanlar bilan bu tarafga kam tushlar olib borilyapti. Ishimiz davomida biz yangi chiqqan Cobalt mashinamiz ham metan qo'yilyapti. Ko'pchilik aytadi, metan qo'ysak bo'ladimi, propan qo'ysak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Original zapchastlar bilan qo'ysangiz chetki bo'ladi. Misol uchun mana Basiko 24 ga Yevropaga tegishli, bu ham originali, patentkasi chiqmagan buni. Reduktor X original reduktor. Bu eng yaxshisi, originali. Partingamiz Valtek firmaniki, bu ham originali, italyaniki. Mana qilib yangi chiqqan Cobaltga metan qo'yilyapti. Sifatli qilib, chiroyli qilib. Mana bu tarafda Damas mashinamiz. Toshkent viloyatidan kelgan mashinamiz. Damas mashinamiz esa akkurat 3-paketni qo'yapmiz. Ko'rib turganingizdek, ko'rsatib turadigan datchik kulchatorlar bilan yana talablarga binoan 4-paketlarni kulchatorlarga qo'yib beryapmiz. Ko'rib turishingiz mumkin. 65 talik silindroid. Bu tarafda esa Lada ekstra mashinamiz. X reduktor, o'sha Xitoyda original reduktorlar bilan chiroyli qilib sifatli qo'yapmiz. Biz 4-paketni qo'yib ishimiz jarayonni davom etmoqda. Akkurat qilib propan balon qo'yib o'tmoqchi. Propan qo'yibdi. Bizdan zapaskani ichiga shumka xizmatlarimiz ham bor. Shumka xizmatlarimiz balon 7 talik balonlar bilan
chiroyli qilib sifatlab qo'yib beryapti. Hammasidan ko'p yo'lda ish avjida. Kelaverasizlar, xudo xolasa. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, Sirdaryo Yevrometanga aloqa chiqishingiz mumkin. Sizlar bilan Ulug'bek bo'ldi. Xalqona metan bo'lan, propan bo'lan chiroyli qilib kelishtirib, kerak biz damazga 4-paket uchastkalarini qo'yib beramiz. Hatto ko'ldimiz ham bo'ldi deyarli. Endi tashqaridagi kovut mashinamizga metanni qo'yib bo'ldik uchi. Oldi qismiga o'sha mashhur X-Reductor X farsunkalar bilan chiroyli qilib biyamiz esa Patsika 24 ga to'g'ri. Sirdaryo Yevrometan ustanovkasiga bemalol qilishingiz mumkin. Biz yo'l bo'yida shunday kirishingizda yo'l bo'yida kelaverasizlar. Sirdaryo Yevrometan. Sizlar bilan Ulug'bek. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Charchamanglar.